Bugun nikohni qasddan kechiktirayotgan yigitlarni ko'ramiz. Necha yoshga kirding desam 29 yoshga deydi. Ey maşallah. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini kechiktiryaptilar. Ha nima? Bu yaxshi, bu yomon, bu past, bu qora, bu oq degan bahonalar bilan. Birodar, o'zingiz nima, pahlavonmi? Bir farishtami? Xushsuratmi? Birodar, bir oynaga qarab qo'ying siz. Tanlashdan oldin bir oynaga qarab qo'ying. Alloh fazl bersin. Otalar, bugun bobolar, orzu havas deb to'yni kechiktirmang. Chunki siz to'yni kechiktirayotganligingiz uchun farzandlaringiz zino va noto'g'ri ish qilsa, siz ham javobgar bo'lasiz. Shuning uchun bugun azizlar, farzandlarimizni nikohga beparvo bo'lishliklariga yo'l qo'ymaylik bugun. Bugun nikohni qasddan kechiktirayotgan yigitlarni ko'ramiz. Necha yoshga kirding desam 29 yoshga deydi. Ey maşallah. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini kechiktiryaptilar. Ha nima? Bu yaxshi, bu yomon, bu past, bu qora, bu oq degan bahonalar bilan. Birodar, o'zingiz nima, pahlavonmi? Bir farishtami? Xushsuratmi? Birodar, bir oynaga qarab qo'ying siz. Tanlashdan oldin bir oynaga qarab qo'ying. Alloh fazl bersin. Otalar, bugun bobolar, orzu havas deb to'yni kechiktirmang. Chunki siz to'yni kechiktirayotganligingiz uchun farzandlaringiz zino va noto'g'ri ish qilsa, siz ham javobgar bo'lasiz. Shuning uchun bugun azizlar, farzandlarimizni nikohga beparvo bo'lishliklariga yo'l qo'ymaylik bugun.